bo'lajak kelinni siz topsangiz degandim. Uni ko'rishim shart emas. Otajon, men bir qarorga keldim. Chet davlatda 2-3 yil ishlashga bormoqchiman. Bir qarorga kelib bo'psan-ku, men nima ham derdim o'g'lim. O'g'lim, begona yurtlarda qiynalib qolasan. Mendan xavotir olmang oyijon. Hali ishlagan pulimga chiroyli uy solamiz. Keyin kelin olasiz inshaalloh. Alloh seni o'z panohida asrasin. Sog' salomat bag'rimizga qaytib kel. Amin. Allohga omonatsan o'g'lim. Onasi meni tabrikla, masjidga imom qilib tayinlashdi meni. Voy, buncha yaxshi, dadasi, tabriklayman. O'g'lingiz yuborayotgan pullarga uy solyapmiz. Endi sizning ham martabangiz ko'tarilibdi. Endi uy yanada tezroq bitadigan bo'pti. Ha, inshaalloh. Mana dadasi, uylar ham bitdi, alhamdulillah. Endi o'g'limiz kelsa ham bo'lardi. Ana, o'g'lingni eslagandek o'zi telefon qilyapti. Assalomu alaykum otajon, oyijon, yaxshimisizlar? Rahmat o'g'lim, yaxshimiz. O'zing tinchmisan? Nima gaplar? Otajon, sizda gapim bor edi. Xullas, otajon, yaqin orqada qaytaman uyga. Shunga ancha yildan beri ishlayapman, ancha pul yig'dim. Endi uylansam deyman. Faqat otajon, bo'lajak kelinni siz topsangiz degandim. Uni ko'rishim shart emas. To'y kuni nikoh o'qitamiz. To'y men qaytadigan kun bo'lsin.